Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Shou-biznes olamida o'z o'rniga ega bo'lgan taniqli aktrisa Dildora Zokirova qizi haqidagi bor haqiqatni ochiqladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa Dildora Zokirova omon ko'rsatuvida qizalog'iga Muzdalifa Bonu deb ism qo'yishiga sabab bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Suhbat davomida boshlovchi aktrisaning yaqinda dunyoga kelgan qizi va uning o'ziga xos ismi bilan qiziqdi. Dildora Zokirovaning aytishicha, u bu ismni Saudiya Arabistoniga qilgan safaridan so'ng tanlagan. Saudiya Arabistoniga borganimizda Muzdalifa tog'lariga havasim ketgan. Qizimiz ham shunday tog'li, viqorli qiz bo'lsin degan niyatda unga Muzdalifa Bonu deb ism qo'ydik, deydi aktrisa. Ko'rsatuvda Dildora Zokirovaning turmush o'rtog'i bilan birgalikda video kontentlar tayyorlashni boshlagani haqida ham so'z bordi. Aktrisaning ta'kidlashicha, dastlab turmush o'rtog'i bunday ishlarga unchalik qiziqmagan, keyinchalik esa Dildora Zokirovaning suratga olish jarayonlarida ishtirok eta boshlagan. Uyda suratga olish bo'lganda begona erkaklar uyimizga kirmasin degan maqsadda ishlaridan qolib, uyda bo'lib turardilar. Keyin unga birga video olishni taklif qildim. Keling birga olaylik dedim. Shundan keyin bu ishga qiziqib ketdilar, deya hikoya qiladi aktrisa. Bugungi kunda juftlikning birgalikdagi videolari ijtimoiy tarmoqlarda ham muxlislar e'tiborini tortib kelmoqda.